Bekobodlilar, eshitmadim demanglar. Bekobod tarixida birinchi marta Bekobodda Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti. Aziz Bekobodlilar, barchangiz uchun ajoyib yangiligim bor. 23-may kuni 16:00 universitetimizning ochilishi bo'lib o'tadi. Juda katta gala konsert bo'ladi. Mehmon sifatida Anvar G'aniyev, Ravshan Komilov, Hojiakbar Haydarov va tashrif buyurishadi. Bizda bakalavriat yo'nalishlari texnika, pedagogika, iqtisodiyot, arxitektura, undan tashqari energetika muhandisligi va metallurgiya muhandisligi ham bor. Universitetimiz kunduzgi, kechki va masofaviy ta'limdan iborat va talabalarimiz uchun juda ham katta imkoniyatlar bor. Sizda o'qishni chet elda davom ettirish va o'qishga kirganingizdan so'ng imtihonda g'olib bo'lib, grant yutib olish imkoniyatingiz bor. Bizda magistratura mutaxassisliklari ham bor. Kompyuter tizimlari, xorijiy til va adabiyoti, o'zbek tili va adabiyoti. Gapirib bo'ldim. Universitetimiz Chirchiq shahrida 3 yildan beri faoliyat olib boradi va 10 mingdan ziyod talabalarimiz bor. Shulardan 25 tasi yaqinda xorijda ta'lim olish uchun yuboriladi. Va bu yer Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti Bekobod manzili hisoblanadi. Bizning manzil Toshkent viloyati Bekobod shahri Metallurg mahalla fuqarolar yig'ini, Shiroq ko'chasi 350-uy. Aziz bekobodlik maktab bitiruvchilari, 23-may kuningizni unutilmas qilib o'tkazmoqchi bo'lsangiz, albatta gala konsertga tashrif buyuring va universitetimiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'ling.